Ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli. Ayol baxtli bo'lsa, o'sha oila baxtli. Muqaddas Qur'oni Karimning eng katta suralaridan biri Niso, ya'ni ayollar deb ataladi. Alloh taolo ushbu surada insonlarning ayollarga adolatli munosabatda bo'lishga da'vat etadi. Har bir oilada agar ayolni roziligini ta'minlasak, davlatdagi hamma javqalarda hamma rozi bo'ladi. Jannatni bag'riga yashirgan gulim, do'zaxda tillari kuymas bulbulim, bolasin quchganda chekingan o'lim, dunyo ichra o'zing. Hayotni har qanday shartiga ko'nding. Ayt qachon ko'ksingga tegibdi shamol, bola chaqa deding, ro'zg'or, ish deding, bir kun o'zing uchun yashagin ayol. Dilafruz opa, mana shu sohada mana tozalik farishtasi bo'lib, mana shu o'ziz olib borayotgan ish faoliyatingizda necha yildan beri ishlaysiz? 15 yildan beri shu sohada ishlayman. Farzandlaringiz nechta? 3 ta farzandim bor. Bir qiz, 2 o'g'lim bor. Hozirda 2 ta nabiraman bor, Allohga shukr. Xo'jayinim oddiy payvandchi bo'lib ishlaydilar. O'g'limni o'qitdim oliygohga, institutga. O'zbekistonda 5 karra chempion bo'ldi o'g'lim. O, nima bo'yicha chempion? Milliy kurash bo'yicha. Kichkina o'g'lim maktabda o'qiydilar hozir. Chempion bo'lganda qanday holatga tushgansiz? O'sha kurashlarni ko'rib turgandirsiz televizorda. Ko'zimizdan yosh keladi. Allohga behisob shukr. Ta'sirlangan vaqtim bo'lgan. O'zbekiston chempioni degan vaqtida ko'zimdan yoshim chiqib ketgan. Allohga behisob shukr. O'zi kuchi bilan o'qidi. Vaqtida trenirovka qildi. O'qishni bitirdi. Mana chempion bo'ldi. Xudoga ming qatlash shukr. Qizlaringizchi? Qizim hozirda uy bekasi. 2 ta nabiram bor, Allohga shukr. Dilfuza opa, men bir narsa savol beray sizga. Mana shu ishlayapsiz 15 yil sohasida, mana ayollarga qachondan boshlab e'tibor qaratildi? Mana shu ishlagan davringizda eng qiziq bo'lgan davr, eng siz uchun baxtli bo'lgan, eng xursandchilik bo'lgan davrni bir eslab, bir qisqagina aytib bersangiz. Mana shu yil 15 yildan beri shu madaniyat sohasida tozalik bo'yicha ishlayman. Lekin bunchalik bizning mehnatimizni ro'yobga chiqqanini eslolmayman. Mana shu yil shu sohada ishlaganimdan faxrlandim, chunki shu yil bizaga mana tozalik farishtalari degan nom oldik. Katta tadbir o'tkazib berdilar, chiroyli sovg'alar berdilar bizaga. Prezidentimizga rahmat aytaman. Shu sohamizda shuncha ardoqlab, shuncha xizmat qilganimizga mukofotlaganlar uchun ham katta rahmat aytaman. Mana oddiy sohada ham shunchalik e'tibor izdozlanyapti ayollar. Farzandini vatanparvar qilib tarbiyalash uchun onalarimizga nima tavsiya berasiz? Farzandlarimiz bugun vatanini sevish uchun, oliy ma'lumotli bo'lish uchun, chempion bo'lish uchun, yurtga kerakli inson bo'lish uchun onalarimizga nima tavsiya bergan bo'larsiz? Avvalo farzandga to'g'ri tarbiya berish kerak. To'g'ri ona bilan o'g'il har doim maslahat qilish kerak. O'g'lini o'tirib har doim to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Otani ham o'rni bor bu yerda. Ota ham shu tarbiyani to'g'ri yo'lga to'g'rilab borish kerak. Shunda oilangiz tinch bo'lsa, yurtingiz tinch bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Farzandlarga bo'lgan muhabbatini, farzandni onaga, otaga bo'lgan muhabbatini oshirish uchun onalarga nima tavsiya bergan bo'lasiz? Onalarga, ayollarga birinchi tavsiya mana gap, tuylaga borgandan ko'ra to'g'ri farzandini o'tkazib, chiroyli tarbiya berishini xohlardim. Birga gaplashib, dardini eshitib, har doim farzand bilan ota bilan ona xuddi yaqin bo'lib gaplashish kerak. Do'stday bo'lib gaplashish kerak. Shundaki tarbiya chiroyli bo'ladi. Shu sohada ishlab yurgan vaqtim edi. O'g'lim Zaxiralar kollejiga o'qishga kirdi. Shunda shu olgan oyligim shu bolamni Zaxiralar kollejiga to'loviga yetardi faqat. Shunda qattiq mehnat qilganman shu o'g'lim uchun. Erta bir kun shu chempion bo'lishini ko'rishda niyat qilgandim.
O'sha davrda biz hattoki avtobuslarga ilinib ketgan kunlarimiz bo'lgan. O'g'limga sabr qil o'g'lim. Har zamon yaxshi kunlarimiz keladi. Ruhingni tushirma. Har doim sen chempion bo'lishing kerak. Men shu uchun ishlayman deb halol mehnat qilganman. Shu olgan oyligim har doim to'lovga ketadi. Undan keyin mana oliygohga kirdi, Allohga shukr. O'zbekiston chempion bo'lgandan keyin. Men 4 yil davomida kontraktga o'qidi. Xo'jayinim ham shu qatorda barobarimizga turib, birgalashib ishlab o'qitdik. Harbiy xizmatga bordilar. U ham o'zi bo'lmadi. Unda ham bordi. Nimani? Unga ham shu qiynalib tuylagan kunlarim bo'lganda shuni. Shu o'g'limni o'qitish uchun tuyga, mana gaplarga bormadim. Shu o'qisin dedim. Allohga shukr, hech kimdan kam bo'lmadik. Mana bugun natijasini ko'ryapsiz. Bugun mana natijalarini ko'rdik. Kunlarni o'tkazding yelib yugurib. Qo'y endi ko'nglingni yozgin kela qol. Buguncha o'zgani emas, o'zingni sevib bir kun o'zing uchun yashagin ayol. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Doim yuzingiz yorug' bo'lsin. Bizni mana shu kirib kelganimizda binolarimizni osoyishtaligi, tozaligi, saranjomligi, hatto xonamga kirsam ham shunday toza turadi. Bunga avvalo mana shu siz sababchisiz. Doim mana shu qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling. Bayram sizga muborak bo'lsin.